yangiliklardan tinib tinchimaydigan, aslo to'xtamaydigan Abdurahmonjonni xullas sexiga kelganmiz. Akalar, mana bu yerda mana bu apparatimizni qaranglar. Bitta soatlarda belgilab qo'yasizlar, akalar. Yemlarni to'ldirib qo'yasizlar. O'sha vaqtda shunday ochib o'zi tushirib beradigan, xohlasa telefonga ulanib, hali Wi-Fi ga ulab olsa bo'ladigan variantidan ekan bu oxirimiz. Akalar, eng aqlli oxirda yasagan mana muallifi Abdurahmonjon. Assalomu alaykum. Jasur aka, joningiz sog'mi? Charchamayapsiz? Sonlaringiz yaxshimi? Bardamisiz? Rahmat, o'zlaringlar. Yorvoribsiz-ku, yangilikda. Yo'q, xudo xolasa aka, maza qilasiz. Mana desa, har kelganimizda bitta yangilik qilmasangiz bo'lmaydi. Yo'q, xudo xolasa aka, harakatdamiz. Akalar, qaranglar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Tereza bozordan o'tgandan keyin mos bor-ku, o'sha mosdan yonidan kirganlaringizda mana shunaqa katta seksiyalarni kutib oladi. Xudo xolasa lokatsiyalarni ham tashab beradi. Kataylarda universallari, akalar. Shuning oxirini mana bag'damda nima deydi? Ne olasiz, donini solib turib, ne qilib qo'yasiz, tayini ham ne olib turib, go'nglarini olib tashaverasiz. Keyin tuxum tug'iydigani ham alohida bo'ladi. Mana bu tomondan tuxumlarni ham olsa bo'laveradigan variantidan bo'ladi, akalar. Somon pomonlar solib qo'yasizlar. Endi menga qaranglar endi. Katta, qo'yxonalar ham xullas 2 talik qo'chqor sig'aydiganidan boshlab u 10 talikgacha bor. Xolasalar tomi bunaqa nima deydi, utiblit qilingan, hali issiqda, sovuqda o'tkazmaydigan, ana qilib qo'yishgan. Xudo xolasa, mana tomli, tomsiz variantlari ham bor. Ishqilib videoda oxirigacha tomosha qilib, laklarni bosib qo'yinglar, sizlarga bir qator obzorlarni boshlaymiz. Xudo xolasa. Tinchmisiz aka? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsiz mana bu narsani, lekin xudo xolasa aka, buni ko'pchilik hozir ishli odamlar qo'y boqisi keladi aka, lekin qo'yga qarashga sharoit bo'lmay qolishi mumkin. O'shalar inobatga olgan holda xudo xolasa mana oxirida yasaganmiz. Bu oxirgi siz aytmoqchi 3 ta bunkerga bo'lingan. Misol ertalabki, abidga kechki yemlarni o'zlarini moslab turib, rejimini qilib turib solib qo'ysa, nechta qo'yga borligini mo'ljallab turib, nechta qo'yligini borligini mo'ljallab turib solib qo'ysa, bu o'zi vaqtini kiritib bersa, o'sha vaqtda har safar to'k beradi aka. Shuni tepasidan, shuni pastga oxirga tushadi. Pastga oxirga tushadi. Mana shu otayda oxirga tushaveradi. Bu oxirlari ham chiqadigan holatda yasalgan, oxirlari ham. Xudo xolasa mana bunkerlarga shuni o'zlari xohlagancha yem solib qo'ysa, o'sha yemni tashab beradi aka, vaqtini kiritib bersa. Ratsion qilib qo'yasizlar, misol uchun. Hozir batdan nechta qo'y yeyaladi? Bir Gilda bir 3 ta 4 ta atrofida, 3 ta aka, o'rtacha aka. Misol kattaroq desa, kattaroqni qilib berish imkoniyati bor. 2,5 metrgacha. 2,5 metrgacha kengroq qilib, o'sha qo'rasini ichiga olib kirib qo'yinglar. Qo'rasini ichiga xohlasa, bitta qo'rani oldi tarafini shunday qo'ysa, misol kimdadir yer qo'ra bo'lishi mumkin, shunday oldi tarafga qo'ysa, ham oxir muammosidan ham qutulishadi haligi oldi to'silib qoladi. Bu aynan haligi davlat ishida ishlaydigan yoki boshqa ertamandan kechgacha ishda yuradiganlarga mos bo'ldi-da bu, akalar, qaranglar. Keyin buni qo'yxonani o'ziga o'rnatsa ham bo'ladi aka, misol qo'yxonalar ustiga. Ertaman shunday narsalarni solib qo'yib va ishga chiqib ketaveradi, soatiga qo'yib qo'yib. Soatiga qo'yib. Endi suvini qayerga qo'yib qo'yadi? Suvini xohlasa yonboshiga kalsiy qo'yib bering desa, shu chelak o'rnashadigan qilib qo'yib berish imkoni bor aka. Buni narxi necha pul endi? Bularimiz aka 3,5 milliondan qilib beryapmiz aka hozirgi kunda. 3,5 million so'm mana shu. Necha metrligi bu? Bu aka 1 metrda. 1 metrligi bo'ladi. 1 metrligi. Endi metrga qarab narxi ham o'zgaradi. Narxi ham qo'shilib ketaveradi. Lekin miyasi bitta bo'ladi. Miyasi bitta bo'ladi, ichida sxemalar hamma yo'q bitta bo'ladi aka. O'rgatib qo'yasizlar uni. Uni o'rgatib qo'yamiz. Xohlasa, telefon orqali Wi-Fi da boshqarsa ham bo'ladi, xohlasa mana yonning boshida o'sha sensorlari bor, sensor orqali boshqarishaveradi aka. Tushunarli. Gap yo'q lekin. Mana shu yerga bittadan like bosib qo'yasizlar akalar, bunaqa aqlli oxirda mana men birinchi marta ko'rishim. Endi bunaqa variantlari ham bor. Qani, o'ni somon solib qo'ygan. Yegancha tortib yeydi, keyin oxiriga tushadi. Endi ular unaqalardan so'raganlarga ham hozir tanishtiramiz. Endi hammasini xudo xolasa tanishtirib o'tiramiz. Endi qo'yxonalardan boshlaylik, keyin kataylar qisqa va lo'nda qilib, chiroyli qilib tushuntirib bering. Bo'ldi, qo'ldan kelgancha akalar, bu qo'yxonamiz 6 ta qo'yga moslangan, tomli, taypol taxtali, issiq sovuqdan asraydi, xudo xolasa. Ular 1 yil mobaynida bemalol boqishaveradi qo'ylarini aka. Razmeri 3 metrga, eni 1,5 metr. 6 ta qo'yga moslangan aka. Oxirlari, ichalari bor. Hamma yo'q bor. Oxirlari konteynerli, chelak qo'ygan joylar tashab ketilgan. Обязательно aka. Chelakni mana shu qo'yib berasizlar, suv turaveradi. Suv turaveradi aka. Bemalol 6 ta qo'yda o'rtadan boqishaveradi, o'rtadan olib tashlasizda o'pshi bo'lmasa. Abi o'zi kichikroq bo'lsa bori 10 ta ham sig'adi belki. Kichikroq bo'lsa sig'adi. 10 ta oxiri ham zo'r. Ular mana nimasi ham zo'r. Ular olib taqilib boqamiz deganlarga buni narxi necha pul? Bularimiz aka 4 million 600 ming so'mdan qilib beryapmiz aka hozirgi kunda. Siz bo'ladigan narxini aytyapsizmi yo chipcha xayri bormi? Yo'q, iloji boricha bo'ladiganini aytyapsiz. Bo'ladiganini ayting. Bo'ladiganini ayting aka.
imkon qadar Undan tashqari Lux chorva deb yozsalaringiz YouTube, Chiqadi, Instagram kanallari chiqadi Instagram Abdurahmonjon. kanallar chiqadi, xudo xolasa. Obuna bo'lib qo'ysalaring, o'zlaringga hali qiziq videolar ko'rib turasizlar. Biz endi oyda yilda bir kelamiz, bitta video qilamiz, xudo xolasa o'zlaring doimiy kuzatib turasizlar yangiliklardan boxabar. Bu nechtaligi endi? Bu aka 4 taligi, ikkitadan 4 ta boqaman deganlarga 4 ta qo'chqorga moslangan, yig'ilib sochiladigan. Razmerlarimiz 2,5 metrga eni 1,5 metr yig'ilib sochiladi aka. Bunimizning narxi xo'p 4 million 200 ming so'mga qilib beryapmiz aka. 4 million 200 ming 4 million 200 ming so'm aka. Endi bular bitta-bittalik shekilliga. Alohida qo'chqorim urishyapti, bir-birini yemini yeb qo'yadi deganlarga alohida variant qilingan aka. Misol har birini alohida qamab turib, eshikdan kirgizib turib qamab qo'yishaveradi. U to'siqlari kerak bo'lmagan paytda bitta olib qo'ysa, o'sha yuraveradi hammasi aka. Urushmaydigan payt yoshroq o'zi ikkita qo'y kallasini tiqib yeyaladi aka. Ha, bemalol tiqib yeyaladi aka. Mashiladi aka. Xo'p, bu yakkali qilingani 3 ta qo'yga moslangan. 3 ta qo'yga moslangan, razmeri 2.30 ga eni 1,5 metr yig'ilib sochiladigan aka. Nech pul bu? Xo'p, 3,5 million so'm aka bu. 3,5 million. 3,5 million so'm. Endi bularni to'rttadan boqadigan ekan. Ha, bular ham 6 tali, hozir boshida ko'rsatganimizni tomsiz variantida. Misol tomsiz, men navesim bor deganlarga tomsiz variantida bularimizni narxi 4 million so'mga chiqyapti aka. 4 million so'mga. 4 million so'mga chiqyapti. Bunisi 6 tali varianti, ikkitadan turadigan, jup boqaman degan akamizga, xudo xolasa. Har bir xonasiga ikkitadan solib qo'yishadi. Ena bola, har xil turdagi qo'ylar ketaveradi aka. Buni ham to'siqlarni olib qo'ysa bo'ladi. Hammasi yana oxiri eshiklarni ham alohida qilingan, hali bir-biriniki yeb qo'ymaydi. Xo'p, narxlari xudo xolasa 4 million 700 ming so'mga qilib beryapmiz. 4 million 700 ming so'm. 4 million 700 ming so'mga. Xo'p, endi buchi ikkitadan ekan bu? Ha, ikkitadan 4 tali variantimizni yig'ilib sochiladiganligi, xudo xolasa rangini qizig'i yo'q, aka sep beraveramiz. Misol, kimgadir yashil, kimgadir seriy bo'lishi mumkin. Bularimiz ham xudo xolasa 3,5 milliondan qilib beryapmiz aka. 4 tali variantlarimiz aka. Endi bu 6 tali shekilliga. Bu 5 taligimiz aka. 5 tali. Razborka-zborkali qo'yxonamiz eng kattasi 5 xonali bo'ladi. Razmerimiz 380 ga eni 1,5 metr yig'ilib sochiladi har bittasi. Narxlari 5,5 million so'mga chiqadi aka bo'ladi. 5,5 million so'm. 5 xonali. Endi qarang, hozir aytilayotgan narx ichida dastavkasi hammi yo dastavkasi Farg'ona Marg'ilon shahar ichiga bepul aka. O'zbekistonning qaysi tumaniga bo'lsa ham jo'natib berish imkoni bor, faqat kelishilgan holda aka. Kelishilgan holatda chiqarib beriladi. Kelishilgan holatda aka. Xudo xolasa. Bu-chi, bu 2 talimi bu? Bulari 2 tali aka, 2-3 ta qo'y boqaman deganlarga, xudo xolasa. Yoshroq odam bo'lsa, gapingiz bo'lib yordan bir 4 ta qo'zi ham sig'averadi. Ha, ketaveradi aka. 4 ta, 5 ta ham sig'averadi. 5 ta ham ketaveradi. Chunki tayi quruq turadi-ku doimiy. Ha, buni tayi quruq turadi, siz aytmoqchi, tayi. Hammasini-da, to'g'rimi? Hammasida aka quruq turadi. O'shunga aytyapman. Hozir misol siz hozir 2 ta, 3 tali deyapsiz-ku, o'zi 5 ta ham tushaveradi. Asosiy o'zi poltaxta qilishdan maqsadam kichkina joydan aka, ko'proq daromad olishda aka. To'ppa-to'g'ri. Poltaxta misol ayog'ini joy kichkina bo'lsa, misol joy kichkina joydan ko'proq qo'ydi boqib, ko'proq daromad olishda aka maqsad aka, baholisi. Bu nech pul? Bularimiz 1 million 900 ming so'mdan chiqyapti, keyin mana ulardan ham bor aka, xudo xolasa. 3 taligimizni oxirlari olinadigan vana so'raganlar, oxirlarini olib turib aka, xohlagan joyiga olib borib, yuvib chayqab joyiga surib berishaveradi. Ular ham taklanadi. O'ziga. Bo'lacha variant ekan. Suv qo'yadigan joylarni teparaqa qilingan, keyin bularni taklanadigan qilingan ekan. Ha, ana. Shunaqa variantlari ham bor akalar. Har xil turidan bor akalar, yasab berilaveradi. Yana o'zlaringga qanaqa variant qo'shimcha qildirmoqchi bo'lsalaring, mana shu ukalarimiz qilib berishadi. Aloqaga chiqishaveradi aka. Endi bu tomlikni qaranglar endi. Tomli aka. 10 talik shekilli bu. Ha, bunimiz aka 10 talik, hali ko'proq qo'y boqaman degan akalarimizga xudo xolasa ko'proq buni o'sha 100 ta 200 ta qo'y boqadiganlar ham bundan ko'p olyapti asosan aka. Ularimiz razmeri aka 4 metrga eni 180 qilingan. Eniga ham kattaroq. 10 ta 12 ta qo'y ketaveradi. Tomli varianti. Mana shu holatda 6,5 million so'm, tomsiz holatda 5,5 million so'mga chiqyapti aka. 5,5 million so'mga. Xudo xolasa. Xo'p, mana oxirlarimizni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Bo'ldi aka. Mana xashak-xushayni solib qo'yasizlar. Xashak-xushayni solib qo'yilsa ustidan qo'ylar isrof qilmaydi aka, kerakligini tortib yo'radi, tushgani oxirgi ichiga tushadi, va uni ham yeydi. Uni ham yeydi. Oyog'ini tagiga hali nima tashamaydi hali, oyog'ini tagida isrof qilib tashamaydi. Pipalab tashamaydi. Pipalab tashamaydi. Beta solib qo'yasizlarmi yo o'zlaring uydan o'tlarni aqabaqa qilib turib solib qo'ysalaring ham turaveradi. Keyin kelib yeb ketaveradi. Bu bittasini nech pul oxirimizda? Xo'p, bularimizni bittasi 1 million 300 mingdan chiqyapti hozir. Hozirda 4 ta bor ekan. 4 ta bor ekan, xudo xolasa. Bo'lay ekan akalar. Gap yo'q.
Endi ikkitalik qo'yga so'raganlarga aka ikki xonali varianti yig'ilib taklanmaydigan variantida mana alohida yasalgan bu ham. Buni ugonnidan yasalgan taklanmaydigan varianti. Bu taklanadiganliklar profildan yasaladi. Har bitta joyi yaxshi ajrashish uchun aka. Bularimiz xudo xolasa ikkitaliklarimiz 2 million so'mdan qilib beryapmiz aka. O'rtasini olsa o'pishib turaveradi aka. 2 million so'mdan. 2 million so'm, shu holatda. Endi 8 ta 7 ta qo'y boqaman deganlarga xudo xolasa 3,5 metrli variant taklanadiganini. Xo'p, bularimizni narxi xudo xolasa 4 million 300 mingdan qilib beryapmiz aka. 4 million 300. 4 million 300 mingdan. Bulardan ko'rsatdik, naryoqda. Yo bu boshqachami bu? Bunisi endi 5 taliklarimizni 4 talik. Misol qiziq bo'lsa, razmeri 3 metrga 1,5 metr. Narxlari 4 million 500 ming so'm aka. 4 million 500 ming so'm ekan, aka. Bularni bu yoqda ko'rganimiz 4 metrlikni tomsiz varianti. Narxlari 4 million 700 ming aka. 4 million 700. 4 million 700 mingdan. Bu oxirlarni ko'rsatdik yo ko'rsatganimiz yo'qmi? Yo'q, bular ko'rsatganimiz yo'q aka. Bularimiz boya ko'rsatgan oxirimizga o'xshagan, ustiga bedasini somon tashab qo'yadi. Buni farqli tomoni o'sha kallasini tiqqanda bir-birinikiga talashib yemaydi. Bu oxirlarni ham chiqadigan qilingan, yuvib chaqagan yaxshiroq variant aka. Oxirlar tortib turib chiqarib, yuvib chaqab turib. Bular necha puldan bittasi? Bularimiz bittasi 1 million 600 ming so'mdan 16 ta qo'yga ketadi aka bular. Tushunarli. Bunda suv tursa ham bo'ladi. Bunga o'sha tagiga xohlasa suv quyib qo'ysa, suvini ham ichaveradi. Tepasidan solib qo'ysa yo'radi aka. Endi bu boshqacha varianti yana. Endi bunisi o'sha beda somon shu preslarda shunday butunlicha tashab qo'yganingizda sig'adigan qilingan, kattaroq hajmdagisi. Misol katta beda preslarni ham ikkita tashab qo'ysa, ikkitasi kirib ketaveradi. Bunimizni oxiri yonboshga aylanib to'kib yuboradigan qilingan aka. Yonboshida kalitlari bor, kalitdan qatirib qo'ysa, joyida turaveradi. Bo'lmasa bitta ag'darib to'kib yuborishaveradi. Buni narxi necha pul buni? Bularimiz ham 1 million 600 mingdan qilib beryapmiz aka. 1 million 600 ming so'm. Mana shu holatda o'sha somon solib qo'yilgan holatda mana beda presda ikkitadan tashab qo'ysa, keragini tortib yuboradi aka. Oxiriga tushaveradi aka. Qolganida. Rasxoti. Yo'q. Xo'p, kataylarimizni boshlaymiz endi akalar. Mana endi katak ishqibozlariga hali tovuqlar boqishadi-yu. Bundan so'ng dakangmi, makangmi? Dakang tovuq hozir nima bo'lyapti? Ko'p moda bo'lyapti. Manzarali. Omma urushtiradiganlarga bas oldi. Urushtiradiganlarga bas aka. Gunohiga ham qolib ketmaylik. Xo'p, bularimiz aka razmerimiz 2,5 ga, endi 1.10, balandligi 1.25, 1.20 bo'ladi. Mana shu, tepadan tushuntiryapsiz. Ochinchi. Mana tepa pastdagilari bir xil aka. Tepa past bir xil. Mana plastmassa bo'libdi. Yaxshi. Plastmassa aka, xudo xolasa, mana oralarni qarang, go'nglar tushib ketadi, tagida xohlasa yerga to'kilib ketadi. Xohlasa tagida patins qilib berganmiz. O'shanga to'kiladi. Oxirida qaranglar akalar, oxiri ham. Buni donni solasizlarda, keyin yana bunday qilib qo'yasizlar. Bitarib qo'ysa, bo'ldi. Himoyalangan, hamma yo'qda. Yonboshida tuxumdonlarigacha qilib berilgan ekan. Mana. Makka somon-pomon solib qo'yasizlar akalar. Tuxumini shu yerdan olib ketaverasizlarda. Yonboshida. Juda zo'r narsalar ixtiro qilibsiz uka. Necha pul endi mana shu bitta katagingiz uka? Xo'p, bu bitta katagimiz xudo xolasa 3 million 300 ming so'mdan qilib beryapmiz aka. Yig'ilib sochiladi, taklanadigan holatda aka. 3 million 300 ming endi xo'p, tepasi yopilgan, quyosh o'tkazmaydigan qilingan. Qilingan, falgalari solingan aka. Xo'p. Kami bormi buni uka? Kamini telefon qilishaversin aka. Ozmas kelishtirib berasiz. Ozmas kelishtirib beramiz aka. Mana zo'r narsa ekan. Abdurahmonjon bunga nechta tovuq sig'adi o'rtacha? O'rtacha 10 tadan ko'proq aka, 15 tagacha atrofida ketaveradi aka. Mana akkuratni ham chiroyli turadi kataylar yana uyda bir chekkasida. Bir chekkada o'zi ko'rinishi ham videodan ko'rsangiz o'zi bir chekka chiroyli qilib. Hali burun hali yasama kataylar yig'ishtiramiz endi. Xudo xolasa. Hop, pastidagi ham bir xilmi? Pastidagi ham bir xil mana. Tayyorlab tushgan go'ngini bitta tashashadi, tortishadi, chiqaveradi, tozalab turib tagiga itarib qo'yishaveradi aka. Gap yo'q. Xudo xolasa. 3 million 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming. Shu yonboshdan kelishadi, tuxumni olishadi, tashay solib qo'ysa, somon solib qo'ysa turaveradi aka. Yonboshda ikkita tovuqqa bo'lingan aka. Gap yo'q. Buchi endi kichikroqmi? Bularimiz kichikroq varianti 1.90 ga 1.10, balandligi 1.25 aka. Bu ham taklanadigan, o'sha tagida mana patnislar chiqib keladigan, oxirlari mana. Aqa-baqa bo'ladigan. To'kib turib, ola tarafiga surib qo'ysa, oldi tarafi mana g'ib. Mishiq, allaqalar kirolmaydi, it-pitlar kirolmaydi. Ilon-pilonlar kirolmaydi. Xudo xolasa. Gap yo'q. Ishchalari ham zo'r. Mana suv idishlari ham akalar akkuratni turadi. Akkuratni joyini qo'yilgan. Qo'ndoqqa ichkarida ko'rsatsangiz, joyini tashab ketilgan, bitta qo'ndoq idishadi bo'ldi aka. Gap yo'q, yashang.
Xo'p, endi buni narxi nechi pul? Bularimiz aka 2 million 800 mingdan qilib beryapmiz aka. Tepa past bir xil. Tepa past bir xil, mana tepa pastdagi ham bir xil, tepadagi ham bir xil aka. 2 million 800 ming unisi, bu ham 2 million 800 ming. Ha, o'sha plasmassa pollilar. Buni ham akalar mana tuxumdonlari bor. Tuxumdonlari Hashay hamma hisob yo'g'i bor. berasizlar, anum bilan bir xil ekan, ha? Ha, xudo xolasa aka, bir xil. Gap yo'q. Endi bunisi-chi, bu soddaroq variantimi endi bu? Bularimiz ha, bularni farqli tomoni yig'ilib sochilmaydi. Ha. Tay plasmassasi bo'lmaydi, patnisi bo'lmaydi, tuxumdoni bo'lmaydi, prostoyroq varianti. Bularimizni razmeri o'sha 2 ga 1 metr, balandligi ham 1 metr. Aha. Xo'p, narxlari xudo xolasa 1 million 200 mingdan qilib beryapmiz. 1 million 200 mingmi? 1 million 200 ming so'm. Tepa pastdagi bir xil, Bir xil tepa pastdagi bir xil. 10 ta to'g'ri ketaveradi xudo xolasa. Ha. Narigisi-chi? Bularimiz aka endi o'shani yana ham kichikrog'i 1,5 metrga 1 metrlik varianti. Bu ham yig'ilib taklanmaydi. Xohlagan joyga ko'chirib yursa bo'ladi. Narxi 900 mingdan aka. 900 ming so'mdan. 900 ming so'mdan. Gap yo'q. Akalar, kataylarda sizlar qanaqasini zakaz qilsalaring, agar misol bulardan bir boshqacharoq, to'g'rimi, Abdurahmonjon? Xudo qilib berilaveradi. Bo'ynaqa berasiz-a? Haqi beramiz qo'limizdan. Qo'yxonalarni ko'rsatdik mana, hammasini-da. Qaysi qanaqa variant sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, balkim misol uchun kimdir mana o'sini yana 1,5 metr balandroq qilib bering deyishi mumkin. To'g'rimi? Sal barhavo, yana ham barhavo bo'lsa, joyim deyib desa, tarnov so'raganlarga tarnov qilib beramiz. Sliv so'raganlarga sliv qilib beramiz aka. Oldiga uklon, orqaga uklon, farqi yo'q, qilib berilaveradi aka, zakazga qarab. Qishda unaqa yiltiroq qog'oz bilan arqalarini, yonlarini o'rab qo'yaveradi. Aka, yondan bitta salafanni xohlasa salafanni, olasa yiltiroq qog'oz o'rab olsa bo'laveradi aka, bemalol. Qiyinchiligi yo'q aka. Laykni bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh sizlarga mana shunaqangi go'zal-go'zal videolar chiqarib boramiz. Lekin men unga omma 5 ketdim. Qarang mana, aqlli oxir. Xudo xolasa bitta pultni bosasiz aka, u ishxonada o'tirib turib ham Wi-Fi bor ekan, ularni olib turib, bitta bosib qo'ysangiz, qo'ylarga bunday oxirdan narsalari har xil mana tepadan 3 xil qilib tashab qo'yarkansiz, tushaverar ekan yemlari. Suv nari tomonda turadi akalar. Suvni ichib, qo'ylar ishdan kelgungacha o'zi mazza qilib va qornlari to'q turgan bo'ladi. Gap yo'q lekin, bunaqasi bo'lmagan. Aloqaga chiqaverasizlar pastki raqamlarga. Hammaga omad, hammani chorvasiga Alloh o'zi baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.